Nebulayzer bilan davolasam, bolam juda qo'rqib ketadi. Nima qilsam bo'ladi? Yosh bolalar ko'pincha ingalyatsiya vaqtida nebulayzerlarni ko'rinishidan yoki ularning yoqimsiz ovozidan qo'rqishadi. Buning natijasida oxirigacha ingalyatsiya qila olmaydilar. Bunday vaziyatda qanday yechim topish kerak? Keling birgalikda ko'rib chiqamiz. Oldin nebulayzerni o'yinchoq sifatida ko'rsatib, yoqmasdan o'ynating. Keyin esa yoqsangiz, bola nebulayzer shovqiniga o'rganadi. Multfilm qo'yib yoki qo'shiq aytib chalg'itish ham natija beradi. Shunda ingalyatsiya tabiiy va qo'rquvlarsiz o'tadi. Agarda sizga bu usullar ham yordam bermasa, unda sizga SSAfe kompaniyasining Dr. Panda nebulayzerini tavsiya qilamiz. Ushbu nebulayzerlarning afzalliklari: past ovozda ishlaydi, bola shovqindan qo'rqmaydi, panda ko'rinishi o'yinchoqqa o'xshaydi va eng asosiysi, bu oqimini o'zingiz boshqara olasiz. Shuning uchun ham bolalar qo'rqmaydi, onalar xotirjam bo'ladi. Farzandingizni davolashda muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.